Assalomu alaykum, hammaga xayrli kun. Bizning navbatdagi tahliliy suhbatimizga, ya'ni murakkab mavzularni oddiy va tushunarli qilib beruvchi dasturimizga xush kelibsiz. Xo'sh, bugun nima haqida gaplashamiz? Bugun biz siz bilan qanday desam ekan, shunchaki qandaydir zerikarli tarix emas, balki haqiqiy, aql bovar qilmas intellektual sayohatga otlanamiz. Tasavvur qilib ko'ring, Markaziy Osiyo uyg'onish davri mutafakkirlari qanday qilib o'rta asrlar jaholatini, o'sha qorong'ulikni yorib o'tib, bugungi zamonaviy ilm-fan, fizika va mantiq poydavarini mutlaqo noldan yaratganini kashf etamiz. Bu insoniyat tafakkurining haqiqiy yorqin portlashi bo'lgan davr edi va biz buning ichiga chuqur kirib boramiz. Qani, keling bunga chuqurroq kirishamiz. Bugungi rejamiz qanday? Biz falsafaning aslida qanday tug'ilganidan tortib, Farabiy dahosi Ibn Sinoning koinot sirlarini yechishi va Biruniyning aql bovar qilmas kashfiyotlarigacha bo'lgan uzoq yo'lni bosib o'tamiz. Shuningdek, qanday qilib ularning mutlaq yangicha mantiq qoidalari bugungi kun ilm sani uchun ham asos bo'lganini ko'rib chiqamiz. Birinchi qism: falsafa, hikmatni qadrlash ilmi. Keling avvalo, qadimgi Yunon g'oyalari qanday qilib Sharq zaminida, aniqrog'i bizning Markaziy Osiyoda mutlaqo yangi, chuqur va teran ma'no kasb etganidan boshlasak. Bilasizmi, falsafa so'zini eshitganda ko'pchilikning ko'z oldiga qandaydir uzun, tushunarsiz va yodlash qiyin bo'lgan kitoblar keladi. Ammo aslida umuman unday emas. Bu so'zning o'zi qayerdan kelgan? U qadimgi Yunon tilidagi ikkita chiroyli so'z, Sofia, ya'ni donolik, va Filio, ya'ni selish degan so'zlarning qo'rishuvidan, birlashuvidan paydo bo'lgan. Donolikni sevish. Qarang, qanday jarangdor, to'g'rimi? Barcha ilmlarning otasi bo'lgan bu fan qadim-qadimdan inson, tabiat va butun boshli koinot o'rtasidagi bog'liqlikni tushuntirishga harakat qilib kelgan. Lekin bitta narsani aniq aytish kerak. Bizning hududga kelganda bu bilimlar shunchaki quruq ko'chirib olinmadi. Aslo. Ular islom olamida bizning mutafakkirlar tomonidan mukammal darajada mantiqan qayta ishlandi va mutlaqo yangi darajaga olib chiqildi. Sho'sh, nega aynan Sharq falsafasi bunchalik o'ziga xos? Nima uchun u hamma tomonda doston bo'lgan? Buyuk ajdodlarimiz uchun u, boya aytganimdek, qandaydir mafhum qoidalar to'plami emasdi. Ular falsafani hikmatni qadrlash deya juda teran, jonli talqin etishgan. Ular shunchaki tabiat qanday ishlashini tushunish bilan cheklanib qolmagan. Yo'q, ular bu donishmandlikni chin dildan sevishgan va uni butun insoniyatni, siz u bizni baxt saodatga olib boruvchi yagona yorqin yo'l sifatida ko'rishgan. Tushunyapsizmi? Maqsad baxt. Ana shu hikmat, ana shu bilim orqali ular Tangrini va tabiatdagi o'sha murakkab dunyo qonuniyatlarini hissiyotlarsiz, sof ratsional aqlda idrok etishgan. Ikkinchi qism: Farabiy Sharqning ikkinchi muallimi. Endi ana shu ulkan intellektual inqilobning eng birinchi yirik siymosi chinakam daho Abu Nasr Farabiy dunyosiga qadam qo'yamiz. 870-yilda Farob shahrida dunyoga kelgan Abu Nasr Farabiy tarixda nihoyatda kamyob, hatto takrorlanmas sharafga muyassar bo'ldi. Faraz qiling, tarixchilarning aytishicha, u dunyodagi 70 tadan ortiq tillarni bilgan ekan. 70 ta. Bugungi kunda ham bitta ikkita tilni o'rganish odamdan qancha mehnat talab qiladi? U esa haqiqiy qomusiy daho edi. U Yunon falsafasini, ayniqsa mashhur Arasto asarlarini shunchaki o'qimagan, ularni shu qadar chuqur, shunday maydalab tahlil qilganki va ularni shu qadar yangi g'oyalar bilan boyitganki, natijada butun dunyo uni Arastodan keyingi bevosita muallim asoniy, ya'ni ikkinchi muallim degan yuksak nom bilan tan olgan. Birinchi muallim Arasto, ikkinchisi esa bizning Farabiy. Qanday ajoyib, shunday emasmi? Endi bu intellektual inqilob vaqt nuqtai nazaridan qanday tez bo'lganini bir ko'rib chiqaylik. Tasavvur qiling, 873-yilda Farabiy dunyoga kelyapti. Xo'sh, aynan ro'ppa-rosa bir asr o'tib 973-yilda Abu Rayhon Beruniy tug'ilyapti va undan attigi 7 yilgina o'tib 980-yilda esa Abu Ali ibn Sino dunyoga kelyapti. Ishoning, bu shunchaki oddiy tasodif bo'lishi mumkin emas. Insoniyat tarixidagi eng yorqin, eng aql bovar qilmas aql va mantiq egalari attigi 100 yil ichida deyarli bir vaqtda aynan qayerda? Aynan Movaron Nahr zaminida paydo bo'lmoqda. Buni hech ikkilanmasdan fikrlarning, g'oyalarning chinakam portlashi, dahshatli intellektual zanjir reaksiyasi deyish mumkin. Xo'sh, Farabiy nima ish qilib berdi? U tartibsiz sochilib yotgan bilimlarni yig'ib, tartibga solib, mukammal ilmlar tasnifini yaratib berdi. Buni qanday tushunish mumkin? U o'sha davrdagi hamma bilimlarni, tilshunoslik, mantiq,
matematika, tabiiy va ilohiy fanlar hamda siyosat kabi ijtimoiy bilimlarga aniq toifalarga ajratdi. Do'stlar, bu zamonaviy oliygohlardagi, universitetlardagi mavjud bo'limlar, fakultetlar tizimining naq 1000 yil oldingi mukammal andozasi edi. Uning fikricha, mantiq insonni to'g'ri fikrlashga o'rgatsa, matematika uning aql zakovatini o'tkirlashtiradi, ijtimoiy fanlar esa butun boshli jamiyatni adolatli boshqarishga xizmat qiladi. Ko'ryapsizmi? Hammasi bir-biriga bog'liq. 3-qism. Ibn Sino va borliq sirlari. Farobiy yaratgan mana shu ulkan poydevorni yanada yuksaklikka ko'targan inson butun jahonda tibbiyot va falsafa shahzodasi deya tan olingan Abu Ali ibn Sino edi. Ibn Sino asarlariga qarasangiz, uning koinot, borlik qanday paydo bo'lgani haqidagi qarashlari odamni hayratga soladi. U buni dindan tashqari, mutlaqo ratsional tarzda tushuntirib beradi. Hal qiluvchi nuqta shundaki, u koinotni ikkiga bo'lib o'rganadi. Birinchisi vujudi vojib. Bu nima degani? Bu zaruriy vujud, ya'ni eng irodali, hamma narsani yaratuvchi, o'zidan oldin hech qanaqa sababga muhtoj bo'lmagan, avvaldan bor bo'lgan birinchi sabab bu Tangri. Ikkinchisi esa vujudi mumkin, ya'ni imkoniy vujud. Bu nima? Bular vujudga kelishi imkoni bo'lgan, yaratilgan hamma narsa, shu biz ko'rib turgan dunyo. Qiziq tomoni shundaki, Ibn Sino buni juda go'zal o'xshatish bilan tushuntiradi. Xuddi deydi u, quyoshdan nur taralganidek, birinchi sababdan ham emanatsiya deb ataluvchi jarayon orqali boshqa hamma narsa sekin-asta, qat'iy tartib bilan bosqichma-bosqich tarqalib vujudga keladi. Hech qanday tartibsizlik yo'q, faqat qonuniyat. Anu shu ilk sababdan taralgan nurlar natijasida esa bizni o'rab turgan moddiy olam 4 ta unsur: tuproq, havo, suv va olov paydo bo'ladi. Va shu yerda Ibn Sino shunday bitta narsani aytadiki, diqqat qiling, moddiy ashyolarning negizi, ularning asosi hech qachon yo'qolib ketmaydi. Tushunyapsizmi? Ular shunchaki bir holatdan ikkinchi holatga o'tadi va o'zaro aralashib turli xil murakkab jismlarni hosil qiladi xolos. O'rtoqlar, bu shunchaki falsafiy fikr emas. Bu o'rta asrlarda ilm-fan olamida ilgari surilgan materiya saqlanish qonunining hayratlanarli ilmiy isboti edi. U hech narsa yo'qdan bor bo'lmasligini va bordan yo'q bo'lmasligini asrlar oldin isbotlab bergan. 4-qism. Beruniy va Ibn Sino bahsi. Endi esa tahlilimizning eng hayajonli, eng qizg'in qismiga ham yetib keldik. Bu tarixdagi eng zo'r ilm-fan to'qnashuvlaridan biridir. Voqea qanday bo'lgan bilasizmi? Yosh va umidli Beruniy Ibn Sinoga xatlar yo'llaydi. Bu xatlarda u nima deyapti deysizmi? U asrlar davomida butun dunyoda hukmron bo'lgan, hamma haqiqat deb bilgan g'oyalarga ochiqchasiga e'tiroz bildira boshlaydi. Nega, deydi Beruniy? Nega Arastu osmonni harakatsiz deb isbotlash uchun o'zidan biron isbot keltirmaydi-yu, faqat oldingi, o'tmishdagi odamlarning so'zlarigagina tayanadi? Wow! O'ylab ko'ring, bu shunchaki oddiy bir savol emas, u isyon qilyapti. Bu Beruniyning qadimgi olimlarning dogmaga aylanib qolgan uydirmalarini mantiqan yanchib tashlashi edi. Shu tariqa u zamonaviy ilmiy yondashuvni, kim nima desa ko'r-ko'rona ishonib ketavermasdan, aniq tajriba va isbot talab qilish qoidasini kiritgan. Xuddi bugungi zamonaviy fanning tekshiruv qoidalari kabi. Beruniyning aqliy quvvati o'z davridan qanchalar asrlar oldinga o'tib ketganini mana bu bitta fakt bilan juda oson tushuntirib bilish mumkin. U o'z asarida shunday yozadi: agar yer aylanayotgan bo'lsa, diqqat qiling, ekvatordagi tezlik qutbga nisbatan tezroq bo'ladi, natijada jismning og'irligi ekvatorda qutbdagiga nisbatan kamroq bo'ladi. Tasavvur qilyapsizmi o'zi? U nimalar deyapti? U birinchidan markazdan qochuvchi kuch nimaligini bilyapti va sayyoramizning aylanishida tortishish kuchdagi farqni aniq ta'riflab beryapti. Hatto xuddi shu nazariyadan kelib chiqib, kosmosda jismlar o'z og'irligini yo'qotib, xuddi qushdek uchib yurishini mantiqan isbotlab beryapti. Axir bu asrlar o'tib keyinchalik kashf qilingan butun olam tortishish qonuniyatlarining 1000 yil oldingi sof yaqqol mantiqi edi-ku. 5-qism. Mantiq. Xatolardan asrovchi qoida. Endi tabiiy savol tug'iladi. Qanday qilib, aytaylik, mikroskopsiz yoki teleskopsiz bu olimlar shunday murakkab ishlarda xatoga yo'l qo'ymayotganlariga mutlaq ishonch hosil qilishgan? Buning javobi bitta: mantiq. Ularning nazdida mantiq degan narsa bu shunchaki kitobiy gap yoki o'qitiladigan quruq nazariya emasdi. Bu hayotiy, juda ham amaliy va aniq ishlaydigan qalqon edi. Ibn Sino o'zi mantiqni shunday chiroyli tushuntirib beradi. U aytadiki, mana, grammatika fanni oling. U insonning nutqini to'g'rilaydi, to'g'rimi? Uning tilidagi, yozuvidagi xatolarni qanday bartaraf etsa, mantiq esa xuddi shunday
insonning aqlini to'g'rilaydi, fikrlarini tartibga soladi va yakuniy xulosalar chiqarishda aqlini xatolardan shunday himoya qiladi. Yolg'on gapni haqiqatdan, xurufatni aniq fandan ajratib olishning birdan bir eng ishonchli ratsional vositasi aynan mana shu qoidalar edi. Mantiq orqali ular ilohiyotdagi savollarga ham, tabiatning sirlariga ham javob topishga qodir edilar. 6-qism Buyuk merosning zamonaviy ahamiyati. Xo'sh, keling endi o'zimizning zamoniga qaytaylik. Bu buyuk merosning aynan bugungi kun uchun nima foydasi, qanday qadri bor? Biz bo'ya sinab ochgan ajdodlarimiz faqatgina minglab sahifalik falsafiy asarlar yozishmadi. Yo'q. Ular bilib qo'ying, bugun siz bilan biz bevosita foydalanayotgan barcha zamonaviy ilm-fanlarning fundamental poydevorini qurib ketishdi. Ularning asarlari lotin va boshqa tillarga tarjima qilinib, asrlar davomida Yevropa oliygohlarida darslik bo'lib xizmat qildi. Ha, aynan Yevropa uyg'onish davriga, o'sha mashhur Renesansga ularning o'zi start berdi deyish mutlaqo to'g'ri. Ular falsafa va tabiatni integratsiya qilishda, dunyoni tushunishning hech qanday ortiqcha emotsiyalarsiz, his tuyg'usiz, qat'iy va sof ratsional usulini o'ylab topishdi. Va eng asosiysi, ular bugungi texnologik jamiyatimizga eng kerakli narsani mustaqil mantiqiy tahlil qilishni, chuqur tanqidiy fikrlashni va o'zgacha qarashlarga nisbatan sabr-toqatli bo'lish madaniyatini asosi qilib qoldirishdi. Shunday qilib, keling bugungi mana shu tahliliy suhbatimizni sizlar bilan bitta juda kuchli, o'ylab ko'rishga majbur qiladigan ochiq savol bilan yakunlasak. Qarang, 1000 yillar avval ishlab chiqilgan mana shu aql idrok, dalil va isbot qoidalari xuddi shu narsa bugungi ijtimoiy tarmoqlarni bosib ketgan fake xabarlar, kunlik cheksiz axborotlar shovqinida siz bilan bizni yana qanday xatolardan saqlab qolishi mumkin? Har xil yolg'onlar aralashib yotgan, oqni qoradan ajratish bunchalik qiyin bo'lib ketgan hozirgi kunda, balki barchamizga aynan o'sha Farobiy yoki Beruniyning qat'iy shubha qilishga asoslangan mantiq qalqoni hammadan ham ko'proq kerakdir. Balki aynan shu xislatni yo'qotganimiz uchun doim aldanarmiz? Bu o'ta muhim savol haqida albatta shaxsiy vaqtingizda yana bir bor o'ylab ko'ring. O'qishdan, har qanday informatsiyaga tanqidiy fikr bildirishdan, savol berishdan va isbot talab qilishdan aslo to'xtamang. Tomosha qilinganingiz, biz bilan birga chuqur mushohada yuritganingiz uchun barchangizga katta rahmat. Sog' bo'ling.